katta talvasani hamma talvasani bosqichlari namoyon bo'lib, yaqqol namoyon bo'lib o'tadigan tur ekan. Xo'p, endi katta talvasani ham to'qimali turi bor, ya'ni strukturniy epilepsiya deydi. Strukturniy epilepsiya deyishga sabab bu yerda o'sha bosh miyani katta yarim sharlarini chekka qismlarida yemirilish o'choqlari bor ekan, miyani oq moddasi ham yemirilgan ekan, yana uning ustiga miyani qoninchalari ham kengayib ketgan ekan. Ruchka berib turing bir minutga. Mana qaranglar mana. Demak, mana miyani shu yemirilgan joylari mana ko'ndalang kesimida qorayib turibdi. Mana nuqtali yemirilish ko'ndalang kesimida turgan. Ko'ryaptimi? Ko'rindimi? Mana. Mana. Miyani qoninchalari kattalashgan. Endi tutqanoqni o'zi qanaqa bo'ladi desiz, tutqanoqni o'zini bitta qo'yib bering. Qo'yib bering. Bizga ham tashab qo'yarsiz shuni. Mana bunaqa bo'ladi. Bu katta talvasa klonik bosqichini ko'rsatyapti hozir. Tushundingiz? Talvasani klonik bosqichi va klonik bosqichini yaxshi o'qisizlar. Klonik, ya'ni talvasalar. Bu qarasi bu. Bu bo'lgandan keyingi post-sudorizli son deydi. Ya'ni uyqudan keyin nima tutqanoqdan keyin uyqu berayotgan holat. Tutqanoqdan keyin tutqanoq komasi hosil bo'ladi. Tutqanoq komasidan keyin mana shu tutqanoq uyqusi. Uzoq vaqt uxlab qolaman. Endi shunaqa bo'ladi, chunki silkinganda juda ham qattiq nima bo'ladi-da, nima edi? Quvvat ketadi. Shuning uchun nima bo'ladi? Shu. Menga ham berasiz aka? Bo'ladi. Endi o'zimizni bolalar qayda ekan suratga oladigan? Qo'y, dalixonadan chiqib qo'y deb qo'y, qizim, sen qaytib qo'y, kichkina qilgan. Hop, endi egasida nima bor ekan desangiz, egasida o'tkir tig'li to'lqinlar bor ekan. Mana shu o'tkir tig'li to'lqinlar. Bu o'tkir tig'li to'lqinlar tutqanoqni yana ham katta talvasa ekanligini tasdiqlaydi. Xo'p, davolasak bo'ladimi? Bo'ladi. Yotib davolasizlarmi uyga? Yotib davolasiz. Bo'ldi. Yuragi ham, analizlari ham yaxshi ekan. Xo'p. Izzatullo suratga olib qo'ymadinglar, endi